Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar-ukalar. Magazinimizda 2 xil 1105 mini traktorimiz kelgan. Hozir video obzorini qilib beraman. Birinchi manzilda aytib o'tamiz. Manzil o'sha Toshkentdan Vodiga kirib kelaverishdagi yo'l bo'yida magazinimiz joylashgan. Ya'ni Qo'qon, Namangan, Andijon mana shu katta trassada joylashgan. Bemalol ko'rishlaring mumkin akalar. Xo'p, 1105 imizga qaytadigan bo'lsak, birinchidagi 1105 imiz arzonroq varianti, ya'ni motor korobkalari bir xil bo'ladi. O'si kaltasidan o'zlaring qo'shib, to'kirda legirovka qilib chiqarib kirgizsalaring bo'laveradi. Va ko'rishlaring mumkin, agatga tushadigan tayyori kelgan akalar. Xohlagan razmerlarga chiqarib va orqa tarafida alohida qo'shib ajratadiganlarigacha alohida bo'ladi. Razisasi 3 emas, 400 ming 500 ming so'm razisa qiladi xolos. To'kirga ishlatsalaring ham balki shuncha bundan ham oshiqroq pul ketishi mumkin. Endi bunimizda orqasida insholi frezalargacha bor. Hozir keyingilarida ko'rsataman. Yig'ilgan tayyor, bularida yechib olib qo'yganmiz upakovka holatda. Bu inshomizni nimadan foydalansa bo'ladi? Faqat frezani pulini ko'tarib tushirishda emas, balki jatkamizda 120 lik jatkalarimizni ham ko'tarib tushirishda ishlatsalaring bo'laveradi. Ya'ni inshomizda shilangini uzunroq qilib turib, oldinga o'tkazdirib, legirovka qilib 120 lik jatkani ko'tarib tushiradigan hissalaring bo'laveradi. Bunimizda akkumulyator Gelway akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi akalar. Katta akkumulyator Damazda akkumulyatordan katta bo'ladi. Kelib solishtirib olaverasizlar. Xo'p, ko'pchilik so'raydi, mana bu shiftda bitta joy nima? Bunga dori apparat moslasalaring bo'ladi. Jatka o'rnatsalaring bo'ladi. Bu qurilma remelli qurilmalarda moslab ishlatsalaring bo'laveradi. Massa uzgichlarigacha bor, mana ko'rishlaring mumkin. Massalarni ulab ishlatib olasizlar. Radiatorli motor. Biz suv quyib qo'yib, o'tatib yurgizib beramiz. O'zlaring antifriz quysalar yaxshi bo'ladi. Ya'ni antifriz quysalaring ichlari zanglamaydi. Radiatorlaring cho'tki ishlayveradi. Xudo xolasa tayyor holatga keltirib qo'yganmiz. Bittada zavod qilib, o'tatib yurg'izdirib garantiyalarigacha beraveramiz. Bunimizning narxi 27 million 500 ming so'm. Akalar arzon narxlarda qilib beryapmiz. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Bunimiz 28 million 500 ming so'm. Ikkovini kamini qilib beraman. Ikkovini ham kami bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bunimizning inshosi ham kattaroq, balonlari legirovka bo'ladigan balonlardan. Motori 1105 motordan akalar. Ko'rishlaring mumkin, mana narxlarigacha aytib, chiroyli narxlarda qilib beryapmiz. Kami bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 120 lik mana frezasi yig'ilgan holati. Hamda bo'ladi akalar. Ko'rishlaring mumkin. Shunday holatda chiqarib beraveramiz.